Toifa ayollar bor. Birinchisi bebaraka ayollar, ikkinchisi barakali ayollar. Bebaraka ayol erini sha'niga, nomusiga har doim dog' tushiradi. Tinimsiz shikoyat qiladi, hattoki ota-onasiga ham arz qiladi, ya'ni erini dunyoga keltirib tarbiyalagan qaynona-qaynataga ham arz qiladi, ya'ni yaxshi farzand tarbiyalamaganligi. Bu bebaraka ayolning bir falsafasi bo'ladi. Menga erim kerak, erimning qarindosh urug'i menga vobshe qiziqmas. Menga ularning keragi yo'q falsafasi bilan yashaydi. Va yorini soch tugur suyaklarini ham oqartiradi bunaqa ayollar. Barakali ayollarcha, ular tinimsiz yorini haqqiga duo qilishi va yori uning uchun bir satr sifatida, ayollik sha'nini, nomusini qo'riqchisi sifatida kelganini va shirindan shakar farzandlarini otasi ekanligini zavqi bilan yashaydi. Eng zo'r falsafasi bilasizmi barakali ayolni? Yori bilan birgalikda uni qarindosh urug'larigacha qabul qiladi. Yorini faqat unga baxt, boylik yaratib beruvchi ne'mat sifatida emas, unga yer yuzidagi jannatni huzurini his qildiradigan bir juft sifatida qaraydi. Ilohim bu dunyoda barakali ayollar ko'paysin.